Assalomu alaykum. Sizlar bilan F-Managed. Bugungi videomiz bolalar Division 1 ga qanaqa qilib oson chiqish mumkin va shularni hozir sizlarga batafsil o'rgatib o'taman sirlarini. Qani bo'lmasa boshladik. Birinchisi taktik sxema 4-2-2-2 sxemasiga o'tib olamiz va boshladik. Varatarga keladigan bo'lsak, varatar obrona bo'lishi shart. Chunki oldinga chiqib ketmaydi, Noyerga o'xshab orqada yaxshi turib beradigan varatar bo'lishi kerak. O'ng qanot obrona bo'lishi kerak bu ham. Xohlasanglar o'ng qanot attacking, chap qanot obrona qilishingiz ham mumkin. Lekin bittasi obrona bo'lishi shart. Menda ikkitasi obrona va ikkalasi orqaga qaytib himoyaga yordam beradi. Xo'sh, endi o'rta himoyachilarga keladigan bo'lsak, bittasi razvitel va bittasi narishivani bo'lishi kerak. Ikkita razvitel bittada chiqish olmaydi. Ikkita razvitel bitta o'yinda umuman chiqish olmaydi. Shunga narishivani va razvitel bo'lishi shart bo'ldi. Xo'sh, opornikka keladigan bo'lsa, opornik men Zakarani tanlaganman, Yager stilda o'ynaydi. Bu orqaga qarab beradi, oldinga uncha chiqmaydi va CPZga men Pedrini qo'yganman. Dirijor bu o'yinda pasli berib, o'yinni boshqarib turadigan o'yinchi hisoblanadi. Va endi ikkita APZ, attacking midfieldga men ikkita produktivniy wingerlarni qo'yganman. To'g'ri, wingerlar o'rtada o'ynayolmaydi deyishlar mumkin, lekin Messi bilan Neymar imindi ikkitasi APZda bemalol o'ynab beradigan o'yinchilar, kamyob o'yinchilar turiga kiradi. O'zi winger bo'lib turib. Keyin bolalar mana ikkita hujumchiga Охотникga golmi qo'yishingiz kerak. Gol poacherlarni qo'yishingiz kerak. Uni farqi yo'q, ikkitasi ikki xil bo'lishi shart emas. Ikkalasi bir xil Охотник bo'lsa juda zo'r. Va ko'rishingiz mumkin, Охотникlarga eng kerakli narsa bu mana double touch skill kerak bo'ladi va hozir nimaga kerakligini sizlarga aytib o'taman. Double touch va dalniy udar. Bu ikkalovi eng keraklisi. Dalniy udar bo'lmasa uzoqdan uncha yaxshi tepa olmaydi bolalar. Va hozir mana Suaresimda ham bor. Hozir ko'rsataman, mana dalniy udar bor. Long range shooting, ya'ni va obvodka dvonikasi double touch berganman bunga. Va keyin ukazaniya igrakamga kirasizlar. Ataka 1 ga Suares birinchi raqamli hujumchi va ikkinchi atakaga ikkinchi raqamli hujumchini qo'yasizlar. O'shanda bu ikkalovi qanotlarga ketib qolmaydi, o'rtada yuradi va ko'p imkoniyatlardan foydalanib beradi sizlarga. Va hozir nimaga double touch kerakligini o'rgataman bolalar. Mana trenirovkaga kirib olamiz. Mana hozir masalan hujum qilib ketayotgan bo'lganinglarda pas berasizlar, double touch, riski udar. Bo'ldi bolalar, masala hal qarochi. Любойni tutib orasizlar shunaqa. Hozir mana boshqa qanotdan ko'rsatib beraman sizlarga. Mbappe bilan double touch va dalniy udar degani mana shu bo'ladi bolalar. Ko'rishingiz mumkin. Bu bilan gol urishingiz oson bo'ladi va keyingisi eng keraklilardan bittasi o'yinchini chiqarish. Strelka bilan mana pas berasizlar, riski joystikka yonga qilasizlar. Va shunda o'yinchilar juda tez hujumga chiqadi va imkoniyatlaringiz ancha-muncha darajasi oshadi, imkoniyatlaringiz ko'p bo'ladi va ko'p gol urasizlar. Xo'sh bolalar, video yoqqan bo'lsa, podpiska va like bosib esdan chiqmasin. Mintaga ozgina qoldi, juda ozgina. Hamma podpiska bosdi, rahmat.